Assalomu alaykum. Qur'oni Karimni Jabroil alayhissalom Alloh taolodan olib payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga tushirishlikda, nozil qilishlikda vosita bo'lganligi uchun maloika farishtalarning ichida eng afzaliga aylandi. Qur'oni Karim payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga tushishligi bilan payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam payg'ambarlarning ichida eng afzaliga aylandi. Qur'oni Karim Ramazon oyida tushishligi, nozil bo'lishligi bilan Ramazon oylarining eng afzaliga aylandi. Qur'oni Karim Qadr kechasida tushishligi bilan, Qur'oni Karim Qadr kechasida nozil bo'lishligi bilan Laylatul Qadr kechalarining eng afzaliga aylandi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam marhamat qilib aytadilar: "Xayrukum man ta'allamal Qur'ana va 'allamahu." Sizlarning eng afzallaringiz, eng yaxshilaringiz Qur'onni o'rgangan va o'rgatganlaringiz deb marhamat qiladilar. Demakki, Qur'onni o'rgatsak, payg'ambarlardan keyin insonlarning eng yaxshisiga aylanishligimizga sabab bo'lar ekan.